Mana shu xonadonimizga 130lik pechkadan ustanovka qilib berdik. Bu yer Bulung'ur tumani, Istiqlol mahallasi, Pech kollejda orqasidagi ko'cha. Pechkani hozir yoqib ko'rsatib beramiz. Pechkamizni ustanovka qilib bo'ldik. Bulung'urga 130ligidan hozir yonish jarayonida. Eshik ochiq turgan holatiga ham chiqmaydi. Qopgasi hozir kraskasi sal kuyib, birinchi yonishga shuni o'ta oladi. Hozir yonyapti, yonish jarayoniga. Xonamiz zalga qo'yildi bu. Hozir orqa xonani ko'ramiz. Orqa tomoni. Bunyoniga 30lik qilib qaro karton terib qo'yadilar yomon vaqtiga. Chiroyli chiqadi. Yonishlari zo'r. Bu yerdan turbani chiqib ketish uchun joy qo'yilgan.